Endi Xorazmda bodab toshli kommentariy yozib bilmizlar. Nachundasizlar, Tesla Cybertruck'ni bugun obzor etib beramiz. Bir qator ko'rib chiqamiz. Mashinaga qaranglar. Ya yosh vaqtida daftarasiz ku mashinalarni. Xuddi shunday mashina. Orqasidan lo'liqaga qaranglar. To'g'ri bir mototsiklak qo'ysa bo'ladi. Mashina polni polatdan ishlangan ekan, ya o'tda yonmas, suvda cho'kmasdan qilingan. Jaluzilarni ko'rdingizmi? Ganglayda aldi tarafdan ko'rsataman. Qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Tesla Cybertruck bir sanida chiqishini Elon Musk mashina bo'ladi. Tak, dvornikning uzunligiga qaranglar. Bir 1,5 metr bo'lsa kerak bu dvornik. Oynaning uzunligiga qaranglar. Mashinadagi prosta super ekan. 3,5 tonna og'irlikdagi mashinani 0 dan 100 dan 2,6 soniyada chiqarib beradi ekan. Ana o kuni video qo'ydik-ku, Zikr 007 GT. Bundan ham tez ekandan bu mashina. Shuncha gavdasi bilan 2,6 sekund qaranglar. Eshikdan ochishdan qaranglar. Knopka bosasa, ozgina ochib beradi, o'zingiz ochasizlar. Buning damir tunikaga o'xshaydi, lekin zanglamas metal. Salonlari вообще dahshat ekan. Rullarga qaranglar, kichkina rullar, katta o'rtada displey bor. Minimalizm stilida ishlangan mashina. Displey ham bir 18 dyum bo'lsa kerak, вообще katta ekan. O'rta bakoga qarasanglar, bakoga вообще kichkina qaranglar. Zo'ra, orqa taraflarini ko'rsangiz bo'ladi. Orqa eshiklarini Arkası ham normalniy ekan, odam sig'adi bemalol. Barning orqasida esa kichkina monitorlar ham bor. Xo'p, bu 123 kilovatli batareya bilan jihozlangan ekan. Общий zapas xodi 515 km yuradi ekan. Yana sira narsalarni aytib o'taman. Xo'p, 845 ot kuchi, 3 dona motor joylashgan bu mashinada. O'rtacha narxi 150 ming dollar atrofida O'zbekistonga kiradi ekan. Xorazmga yana 2-3 kun bo'lgan. Mashinaga bo'lsa bir like bosib qo'yinglar. Shunday mashinalar hammamizga nasib etsin. Sizga 150 ming dollar pulingiz bo'lganda Cybertruck olarmadingiz yoki nova olardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring.